Bugun sizlarga bu jonim retseptlari asosida chuchvara va varaqa qilishni o'rgataman. Idishga illudan issiqroq suv, shakar bilan tuz, 2 ta tuxum. Chaqnadi-yu. Ishlab aralashtiramiz. Eritilgan sariyog' solamiz, aralashtiramiz. Xamirim yana ham ideal chiqishi uchun oqqo'rg'on unlaridan foydalanaman. Elangan unlarni sekin-sekin solib, yumshoq xamir qorib olasizlar. Boshida qo'lga yopishadi, keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Tayyor xamirni yarim soatga tindirib qo'yamiz. Tinib tayyor bo'lgan xamirlarni yupqa qilib yoyib olamiz. Birinchi qo'lda yoyilguncha yoyib, keyin o'qlovda yoyamiz. E'tiborli bo'linglar, juda ham yupqa bo'lib ketmasin. Etaj qilib taxlab olasizlar, keyin buni hozir chiroyli qilib kesamiz. Buni mana shunaqa kaft kengligida kesib olasizlar. Kesib olgan xamiringlarni sekin yoyib chiqasizlar. Bunaqa ideal chiqadi. 2 ta nachinkadan foydalandim. Qiymali, kartoshkali. Nachinka solib, konvert qilib tugamiz. Asal chuchvara varaqlarim tayyor. O'choqda bo'lgan chuchvaralarning hidi, voy vobshe sizlarga yetkazib bera olmayman. Qanaqangi zo'r chiqqanini ovozidan bilsanglar bo'ladi. Qiymali chuchvara.